ismim Bo'yoq Sardor. Men shu Kattaqo'rg'on bank xizmatlari markazining biznes blok bo'yicha boshliq o'rinbosari bo'laman. Sizlarga bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida bankimizda mavjud kredit modullari haqida ozgina tushuncha berib o'taman. Bizning bankimizda asosan hozirgi yurtboshimizning tashabbusi bilan mahalla kesimidagi tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida bir 3 xil yo'nalishda mahalla modullarimiz bor. Buning birinchisi biznesga birinchi qadam. Bu kreditimizni birinchi marta foydalanganingizda 6.800 gacha foiz 28%, muddati 4 yilgacha muddatga beriladi. Agar siz bu kreditdan tartibli foydalansangiz, ikkinchi marotabasi 11.200 gacha ushbu kreditlarimizdan yana takroran foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikkinchi kredit turimiz bu mahalla biznes degan kredit turi. Bu 17 milliongacha bo'ladi. Buning ham muddati o'sha 4 yil, foizi esa 28% gacha. Buni siz bizim mahallamizni bankiri tomonidan, mahallamiz bankiri qo'lidagi planshet orqali mahalladan chiqmasdan turib o'sha joyda o'zida rasmiylashtirish imkoniyatiga egasiz. Bu kredit turimizdan siz foydalanganda qaytmaslik bo'yicha sug'urta polis ta'minotini taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi kredit turimiz sizning masalan tadbirkorligingizni rivojlanib endi kengaytirish maqsadida bo'lsangiz 50 milliongacha mening mahallam degan kredit turimiz bor. Bu ayollarga 24%, erkaklarga 28% bilan ajratiladi. Buning muddati 5 yilgacha bo'ladi. Agarda siz tadbirkorligingizni yo'lga qo'yib ancha rivojlangan bo'lsangiz, sizga 50 million kreditimiz qoldirilmayotgan bo'lsa, O'zbekiston Prezidentining 312 sonli qaroriga asosan 100 milliongacha garovsiz kredit turlarimiz ham bor. Bu kredit turimizdan foydalanish uchun siz mana bu oxirgi 1 yillik davomida o'zingizning hisob raqamingizdan pul aylanmalarini doimiy ravishda amalga oshirib kelgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Siz bu kredit turida 100 million menga kam, agar menga ko'proq summada kredit kerak desangiz, xuddi o'sha 312 kreditimizni 300 milliongacha ajratishimiz mumkin, lekin siz qolgan 200 million qismiga garov ta'minoti sifatida ko'cha va ko'chmas mulk ta'minotlarini taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari yana siz mana shu qiziqtirgan produktlarimiz bilan batafsil qiziqsangiz, mas'ul xodimlarimizga murojaat qilsangiz, sizlarga batafsil ushbu kreditlar haqida ma'lumot beradi. Menga biron bir savollaringiz bo'lsa, javob berishga tayyorman. Xo'jayin, hozir mani savolim, men quyosh paneli qiziqtiryapti. Quyosh paneliga unga aloqasi yo'qmi sizda? Yo'q, quyosh panelimiz ham bu tadbirkorlikda siz jismoniy quyosh panelimizda ikki xil kredit produktimiz bor. Birinchisi bu jismoniy shaxslarga beriladigan Saving Energy kredit turimiz, ikkinchisi esa yuridik shaxslarga, yalpi va yuridik shaxslarga ajratiladigan Green Energy degan kredit turlarimiz mavjud. Siz agar jismoniy shaxs sifatida olmoqchi bo'lsangiz, doimiy daromadga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Oylik haqi sizga yozilayotgan bo'lishi kerak oxirgi 6 oy davomida. Agar siz yuridik shaxs sifatida olmoqchi bo'lsangiz, garov ta'minoti taqdim etsangiz va hisob raqamingizda oxirgi 6 oylikda pul aylanmalarni amalga oshirgan bo'lsangiz, sizga 19,5-20% dan Green Energy kredit turimizdan 1,5 milliardgacha quyosh paneliga kredit ajratishga nimamiz bor. 1,5 milliardgacha. 1,5 milliardgacha. Jismoniy shaxsga-chi? Jismoniy shaxsga bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravarigacha hozir qancha bo'ladi? 67,5 million bo'ladi, adashmasam. 61 milyon 500 pul. 67 milyon 500 ha? 61 milyon 500. 61 milyon 500. Shunaqa. Shu nimaga ajratishga 10 kilovatgacha qo'ysak bo'ladi jismoniy shaxs. Bo'ldi, rahmat. Boshqa savolim yo'q. Agar savollaringiz bo'lmasa, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Ozgina vaqtlaringizni oldik. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling.